Oy, bugün ya soğuk bo'lyapti. Kechim bilan uxlay olmadim. Voy, quyosh ham botyapti. Qani uyda uyg'onsam, mening uyim bo'lsa. Charchab ketdim bu mushlikdan. Pulim ham yo'q. Bitta mana shu boshqa uyim bor. Bo'ldi, boshqa narsam yo'q. Arendaga uy olaman desam pulim yo'q. Arendaga uy yo'qdi. Arendaga uy qarab kelaylikchi. Shunga qarab ko'ramiz. Hech bo'lmasa bir kun ham yashasam bo'lardi. Bu arendaga kuni 3 emerald. Yana uncha ko'p. Qanaqarab ko'raylikchi. Yo'q, ishimay yo'q. Oddiy uyda yashasa bo'ladi. 3 izmir bilan bitta fakir. Ha. Biroq menimcha odam yashab ketgan bu yerda bir kun. Mayli, do'konga borib kelaylikchi. Balkim ish bordir, ish so'rab ko'ramiz. Salom. Alaykum, nima qilyapsan bu yerda? Bunaqa bo'mish chansiyapsan. Mayli, uzoqroq turaman. Ish yo'qmi? Senga ish yo'q, sen bo'mishsan. Iltimos bera qoling ish. Uzoqroq tur. Mayli, hozir senga ishim bor. Menga 20 daraxt chopki. Mana bog'da bor. Mayli. Faqat bog'dasini qo'yma, lekin pul to'laysan aytdim. Mayli, sindirmayman. Yes, do'stlar. Bizga ish berdi do'stlar, endi ishlaymiz. Biz ham ko'chaga ketamiz, Ko'chayam, короче. Lekin xursand bo'lmaymiz, chunki oddiy, shunga oddiy. Aziz notpeta kerak, to'g'ri hakamdek. Tak hozir bolta oldim, endi daraxtni anayoqda chopib kelishim kerak. Bu odam borsammikan? Shu odam boraman. Yo'q, qo'yamiz. Bo'ldi, ketdik. Mana shu chopib kelishimga bu odam chaqsam, men nima baqiradi. Keyin men bilan janjal qiladi. Men nima qiladi? Oy, masalan, pul bermaydi, men ishim yo'q, pul bermaydi ham. Menga e'tibor ham qilmaydi shunday. 20 ta daraxt, qani daraxt edi, mana shunday daraxt kerak bo'lsa kerak. Mana bu yerda chopib kelamiz. Qishloqdan uzoqroqda. Mana shu daraxt chopsam bo'ladi. Qo'y bor ekan. Stop. Qo'zichoq bu. Hoshim aka qo'zichoq yoshyapti. Qochib ketgan qo'zichoq. Sen olib ketaman. Hoshim akaga aytaman buni. Hoshim aka ham ustiga ustak shaharga ketgan. Mayli. Hech qisi yo'q. Aytib qo'yaman kelgandan keyin yoki olib borsammikan. Olib borisham problema. O'zimdan boshqa hal qilar. Hozir tezda daraxt chopamiz. 6 ta bo'ldi, 20 ta kerak hali. Mana unda qo'ylar bor ekan. Mol yo'qmi? Mol yo'q menimcha. Mayli. Tez chopamiz. Chop. Ana. 21 ta. 22 tane. Bo'ldi. Qoch. Men tez olishim kerak. Bolta ham kuchib ketdi-yu. Boltaga kuch. Menimcha men chopib keldim. Men ishim yo'q. Men qo'li chopmadi. Har holda qo'li chopsam bo'lmasdi. Ozgina pul olaversin. Qo'li chopsam. Hoshim aka kelibdimi shaharda? Hoshim aka, qachon keldi shahardan? Hozir keldim, hozir. U anda qo'zichoq suribdi, u o'tgan yonda orqasida. Mayli, hozir olib kelaman. Yo'q, aytgancha, odamsi ham o'sha oxirgi yo'lda. Uzoqroq turibdi. Ular sotib olgandim.
Kimga? Ana shunday qo'shni qishloqdagi bir bolaga. U bola uni tilini chiqarib yurar ekan. Boqadi keyin sotmoqchi ekan. Shunga berib yubordim. Bir stak eksport. Nima bir stakka? Men sotib oldim. Kerak bo'lsa baqa kinosdan. Qizil mana qizil kimda mer yuribdi. Merni uyi mana. Merni uyi mana shu. Mana u esa tashlandi qo'y. Shu uyda bir nima bor. Hozir uyda ishim yashamaydi. Non bor ekan. Qaqratgan non och. Yeb olaman. Kechga. Nima olding? Non oldim, non. Qotib ketgan non bor ekan. Yevar pomich. Pomichlama. Hozir tezda boramiz. Hozir mana bunda kiyim do'koni ochildi. Men kiyim olmoqchi edim. Mana shuni menga berib yubordi. Yangi ochilgan payt kelganda birinchi misol. Salom. Sen niye şöyle dur? Girmeysen gel. Men kiyimlar bor. Marka git. Aynen ben ketdim. Mesela mening kulbatam. Nonni qo'yib qo'yamiz. Mana uni esa qo'yib qo'yamiz. O'sadi. Ketdim, tez borishim kerak. Mana urg'on ketdi. Sal. Mana. 20 kitob keldi. Mana qo'yashaq. Uzr. Nima chekindi? Nefas oldi. Kelamas yemak chekdiyamdi. Uzr. Yaxshi. Qancha 5 ta. İzmir. Mayli, keyin bitta olmonaman. Aynen. Senga verib. Mayli. Яблоко. Olmayayni. Do'stlar, kiyim do'konida 5 liraga aytamiz ham shu eng arzon kiyim. Salom. Olib keting. Aman kral olib ketgan yapsak. Men 5 ta Izmirda kiyim bormi? Ha, 4 taka bor. Qanday kulrangi? Men bunda yo'rsa, Bu rang nima deydi? boshqacha ish qilaman. Mana boshqa kiyim almashtirib berasizmi? Qarang, buni 10 kesa olib ketgandim. Yubka. Kelay. Mayli. Yub kelamiz. Mening qishlog'imizdagi suv yo'q. Bo'ldi. Bu suvni ham tozalashimiz kerak shundagina. Mana yuvdim. Qo'yaman. Keyin mana bosh kiyimini oldim. Vaska 4 ta izmurud. Mana. Rahmat. O endi ancha sovuq qotmayman. Kiyimim bor. Hozir yozib kechda nima bo'ladi? Qo'yaymi? Kechqurun sovuq bo'ladi. Qo'yib olib ketishmaydi degan bittaman. Qandaysan qo'y. Endi qani yana ish bormikan ko'ramiz. Sana yana ish bormi? Ha, menga sopga. Suv. Baqalashga 5 baqalashga. 5 degan. Qani? Ha, borgan. Suv tozalagan. Hozir narsaga yuzgan ko'rgandim. Mayli. Tozalaymiz. Do'stlar, bu yoqda quduq suv toza, yangi olamiz. Bu yoqda har kun suv almashib turadi. Buni hozir chayib tashlaymiz. Suv olamiz. Olib turib chayib tashlaymiz bu yoqqa. Chayib tashlaymiz. Ana bo'ldi. Olamizda. Yo'q, olib keyin ketdik mana. Almashtiramiz. Qo'yamiz. Bu yoqda yangilab beradi. Ifloslarni tashlaydi. Biroz kutamiz, bosamiz. Bo'ldi. Mana. Bo'ldi do'stlar. Mana tayyor. Shunday bo'ladi. Qishlog'imiz yaxshi bizani.
Aslında kichkinasini qo'yib qo'y. Maymun ana suv bo'ldi. Suv ana. Ha, yana bitta izmir ol bo'ldi. Bitta izmir. Bo'ldi oğlum rahmat. Azmaydi. Kechqurun bo'ldi endi uxlayman. Hozir kiyim olgandan keyin kiyib uxlayman. Do'stlar mana. Sal bo'lsa ham istaysan bor. Yoqmaydi sen. Yo'qol. Yo'qol. Voy hozir nonni olmali. Mana da uxlayman. Oy to'yim bo'ptimi? To'yim bo'pti. Yuz qo'lim yuvib kelay. Hop. Voy. Charchab ketdim. Endi bu ham ish bormikan? So'rab kelay. Yana ish bormi? Yo'q, endi senga ish. Nima? Bu yakshanba-yu, bugun dam olish. Dam olaver. Mayli. Bugun yakshanba aytgancha dam olish. Do'kon ham ishlamasa kerak, borib kerak. Keyin do'konda balki ish bo'lar. Yo'q, assalomu alaykum. İş bormi? Pullarni qo'y. Oyoq yuvib kelgandim hozir. Pullarni artaymi? Artgan narsa yo'qmi? Artgan narsa yo'q dey. Artgan narsa bormi? Mana o'ldiramiz. O'ldiramiz. Jun uchadiki, junni olamiz. Qo'yamiz, unutamiz. Bunday qilamiz hozir. Yuviladi. Bunu olamiz. Durib bunga qo'ysak bo'ldi. Jun yuviladi keyin jubni artamiz. Kalla şey ko'rsam. Tamam, olib keldim. Hoppa. Geçen boş turadimi? Bitta shaylarimiz hozir. Mayli. Keyin aytayam oshirishdan ertakdan yuvib qo'yasan. Mayli. Bu yoq keyin xonasi ham, eshikni ham, keyin bu yoqni ham bo'ldi. Bu yoqni ham hozir o'yinlarni artamiz. Chiroqni ham çok qo'ymayapti. Amalasiga qarab turing. Mana shu oson bo'ladimi? Bittasini qo'yib yuvmasam bo'lim yetmayapti. Bak bo'ldi. Mana bo'ldi. Yomg'ir yog'ib bordi. Bo'ldim. Endi senga mana shu hamma izmirni rahmat to'rtdan. O'zing qaytib bordi. Buyursan. Xabar kelsan. Aytayamki, ish bo'lar albatta senga. Do'stlar, rahmat. Yomg'ir. Bitta borishimiz kerak. Loy bilan şöyle bekliyorsa ne olmuyor kitabını ben de yağmur soğuk yapma bombat duyuyor musun kadar gaz var kireç tis nima deysiz senga rahmim keldi. Meni yonimda qolaverishing mumkin. O'zing kravatingga olib kel. Hozir yomg'ir bo'lyapti. Uyingga tomdan yomg'ir olsa kerak. Kelaman. Saqiy odam ekan. Albatta kuchak kelsa mumkin juda ham ko'p pul beraman. Unga ish berdi hamsa. Xudo ham bermoqchi. Olamiz. Böyle. Ketib kravatim oldi. Voy yomg'ir. Voy. Maladım. Qo'yaman. Voy rahmat. Nima kesak emas. Bizda
Oo. Verme sokat yapma. Malum yukarı dostlar.